Mana navbatdagi ishimiz yakuniga yetkazdik. Hammaga assalomu alaykum. İşimiz juda ham ajoyib chiqdi. Ikkita o'choq, 1,5 metrlik katta mangal. Yonishini ko'ryapsizlar. Kesib tayyor qilib qo'ydim. Bunaqasiga kesish. Mana olovlar ko'rishingiz mumkin. Yonishini umuman bu yoqqa tutun qaytargani yo'q. Yoshlar juda ham ajoyib. Bu ishimiz Toshkent shahri Sergeli tumanida bo'ldi. Va mana o'chog'imiz o'chib qoldi. Yoqamiz. Bu yerga mo'yka bo'ladi. Bu yer 22 litrli qozon. Bu esa 50 litrli. Qizil va sopol rangli ishlarimizdan bo'ldi. Men uchun juda ham chiroyli chiqdi deb o'ylayman. Kimga mana shunaqa ishlarimiz ma'qul keladigan bo'lsa, marhamat bizga murojaat qilishingiz mumkin. Telefon nomerlarimiz 97lik 584 56 55 94lik 704 09 99.